Tafta sirada 300 ming ekan, boshqa joyda 100 mingga ham bor. Namcha qimmat. Har doimgi savollar bular albatta. Bizda tafta qimmat emas, balkim har xil turi bor. Arzonga ham bor, qimmati ham bor. Bular bir xil degani emas. Taftalarimiz bir-biridan farq qiladi. Biz bu yerga hamma bir xil tondagi ranglarni iloji boricha yig'ib qo'ydik. Ivory oq ranglar. Bu yerda ko'rinishda yoki rasmda, videoda bir xil tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Aslida bular har bittasi boshqa kачество, boshqa tekstura. O'shani sizlarga bitta tushunarliroq qilib obzor qilib bermoqchimiz. Bizlar bilan birga bo'lib turinglar. Xo'p, mana birinchilik taftalarimiz bular ko'proq qattiqroq, stoyachi, keng, qattiq, bunaqa baskali yoki yelkalari ishkalli, har xil kiyimlarga mosroq bo'ladi. O'rtadagi yoki mana taftalarimiz bo'lsa, bular atlasviroq, glansviroq, juda ham qattiq emas. Bu ham taftaga kiradi. Hop, diki taftamiz bor. Diki taftamiz bo'lsa, u crash, g'ijimroq stilda o'zi, osnovasi hibs ko'proq. Eng yupqa taftamiz hisoblanadi. Buni mana bu material bo'ladi. O'zi videoda ham tushunarli bo'lsa, mana o'zi prozrachniroq ham bu. Formasini ham o'sha beradi. Diki tafta deb nomlanadi. Mana bunimiz hib tafta. Bularning ichida shu eng qimmatrog'i, hozirgi eng trendigi. Buni boshqa ranglari ham o'zi ko'p. Ko'rsanglar bo'ladi. Har bittasi bir-biridan farqi normallik bor. Mana bu taftamiz bor. Bu organzali tafta deyiladi. Ozgina polprozrachniroq, bleski bor. Bular, misol uchun, narxi bulardan arzonroq. Har bittasi o'ziga yarasha xususiyatga ega. Bu bir xil tafta emas. Tafta deganda ko'p mijozlarimiz bizga tafta deb umumiy so'rashadi. Taftani bizda qanaqadir etapdan o'sha baland etapgacha taftalarimiz bor. Hozirgina bizga SMS yozgan qiz qayerda qanaqa tafta ko'rganlarini bilmadim, lekin bizda ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p taftamiz bor. Bundan ham arzon taftalar bor. Lekin biz uni taftani olib kelmaymiz. Kelinglar, tushuntiringlar, ko'rsatinglar fasoniylarni, o'zimiz sizlarga chiroyli, qaysi bir mos kelishini tanlab ko'rsatib, ishlarni hal qilib beramiz. Ishlar bilan birga bo'linglar.